Assalomu alaykum. Maysara dasturidan ro'yxatdan o'tganimizdan so'ng Telegramimizga Maysara sovchilik botidan tasdiqlash kodi keladi. Ushbu tasdiqlash kodini dasturga kiritganimizdan so'ng esa dasturga kirish uchun alohida pin kod yaratishimiz lozim bo'ladi. Pin kod yaratganimizdan so'ng esa dastur bizni video tekshiruvdan o'tkazadi. Video tekshiruv davomida sifatli suratga tushishga ahamiyat bering. Keyinchalik profildagi suratlar ushbu video bilan solishtiriladi. Profil anketasini to'ldirganimizdan so'ng esa boyagi videoga mos bo'lgan suratimizni dasturga yuklashimiz lozim bo'ladi. Dasturni tekshirib chiqib, agar surat videoga mos bo'lsa, yuqoridagi tasdiqlash tugmasini sizga taqdim etadi. Keyin esa asosiy bo'limga o'tib, filtrlash orqali o'zimizga mos bo'lgan insonni qidirib topishimiz mumkin bo'ladi. Topganimizdan so'ng esa ularga yurakcha tugmasini bosishimiz lozim bo'ladi. Bizga yurakcha bosganlar esa yoqtirganlar bo'limida ro'yxatdan shakllanadi. Yoqtirganlar bo'limida biz ularga yurakcha tugmasini bosish orqali suhbatga tortishimiz mumkin bo'ladi. Ungacha esa suhbat tugmasi bizga ko'rinmay turadi. Suhbatga kirishganimizdan so'ng dastur bizga 16 soat davomida gaplashish imkonini beradi. Undan so'ng esa arxiv bo'limiga ushbu suhbatni qoldiradi.